boshlanishi, ta'lim borasida birlashib, mana shunday sizlarga o'xshagan iqtidorli yoshlarni chiqarishi bu eng asosiy maqsad va ish. Hamma xursand bo'ldi. Kutubxonadan barchaga juda qabul o'tadi. Ayniqsa qishda kitob o'qilish yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Yevropa, Amerika, Yaponiya bo'yicha davlatlardagi universitetlar bilan tenglashish uchun, kuchli mingtalikka kirish uchun ulardan qanaqa andoz olsak bo'ladi va bizning ta'lim yo'nalishimiz O'zbekistondagi oliy ta'lim yo'nalishlari qanaqa o'yinda ular bilan solishtirgan. Nima ish qilishini qat'iy nazar, men birorta universitetda dars beraman. Shunaqangi g'oyalarga boy, shunaqangi bir tashabbuskor, shunaqangi o'z ishini sevadigan insonlar bilan kamdan-kam bo'ladi. Navoiy iqtisod universiteti talabalari birgalikda eng zo'r ta'lim olib, O'zbekistonni imiji va obro'sini jahon miqyosida pozitiv nuqtai nazardan olib chiqishga harakat qildik.